Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizni muntazam kuzatgan bizni aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar. Hozir bizda bu magazinimiz Toshkent shahrida, Yashnobodskiy rayonida, hurmatli obunachilar. Bu magazinimizning adresini hozir men tushuntirishga harakat qilaman. Hozir ro'paramizda mana shu dom bor. И Korzinkaning yonida, Yashnobod Korzinkasining yonida. Xo'p, shunda Almas metrosidan 300 metr и Tuzel metrosidan ham 300 metr o'rtada, metroning o'rtasida mana shu magazinimiz bor, gul magazin. Sizlarga ham yaqinroq bo'laylik dedik, hurmatli obunachilar. Hozir magazinimizda bor narsalarni inshaalloh hammasini video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Magazinimizni shunday qilib chiroyli qilib bezatdik. Ertadan ishimizni boshlaymiz. Agarda bugunda birrovga kelib ketaman, uchrab kelaman deydiganlar bo'lsa ham bemalol kelsanglar bo'ladi. Magazinimiz mana bugundan ochiq. Hamma assortiment olib kelishga harakat qildik. Gullarimiz mana shunaqa qilib tuvaklarga qo'yib, именно ofis zavedeniyalarga mos qilib joylab qo'ydik. Har xil gullarimizdan bor, inshaalloh bemalol kelib ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Turumlarimizdan ham bor, hammasidan. Mana imperator, mana bu paprotniklarimizdan ham juda zo'r chiqibdi. Xo'p, undan keyin mana katta gullarimizdan ham bor. Ofisga defenbaxiyalar, hamma narsadan olib kelishga harakat qildik. Hozir mana sheflera, agronomiyalarimiz, sindapuslarimiz, aporaliklari mana bunday gigant defenbaxiyalardan bor, mana Sebastian bor, kofelarimizdan bor, mana 5 talik, 3 taliklari, Benjaminlarimizdan bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, barchalarni kutib qolamiz. Tuvaklarimiz, podstavkalarimiz bor. Ya'ni bizda gulni olganingizdan keyin uyga borib boshqa qaysi tuvak ekaman demaysiz. Именно o'zimiz mana shu joyda gruntlarimiz bor. Hammasini chiroyli qilib ekib ko'chirib beramiz. Hurmatli obunachilar, tuvaklarimiz ham hamma assortimentlardan bor. Mana shunday podstavkalarimizdan ham kelgan. Lokatsiyani yana ham tashlab qo'yamiz kanalga. Bemalol kelib shularni ko'rib, olib, ektirib kelsanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizni kutib qolamiz.